Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Qushlar sayrar jonimga payvand, men gullarning bo'yi bilanman. Kuni bo'yi dalada qoldim, dolazorlar ichra yo'qoldim. Sinfdosh. Ha, labbay. Bu gul senga. Rahmat, chiroyli ekan. Senga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Aytaver. Haligi kel yaxshisi shu maktubni o'zing o'qigan. Hammasi shu maktubda yozilgan. Quchoq gullar terganim va keltirib senga berganim. Kechagiday hamon esimda, har soniya qaron esimda. Shundan beri qalbimda oting, shundan beri dilimda oting. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Sinfdosh, bu maktubni yozishni uzoq o'yladim. Ba'zan dars jarayonida beixtiyor senga tikilib qolaman. Buni sezgan zahoting atrofga xavotir bilan qaraysan va hech kim ko'rmadimikin deb ikkinchi bor ko'zlarimiz to'qnashganda yuzing qo'lingdagi gul kabi qizaradi. Bu meni yuragimga taskin beradi. Demak, u ham menga bee'tibor emas deyman. Bugun jur'at qilib senga dil izhorlarimni yozdim va yaratgandan seni muhabbatingga erishmoqni so'radim. Nasib etsa, biz baxtli bo'lamiz, ishon. Yillar o'tib bu sahnada yana uchrashganimizda men senga bugungidek bir dona gul emas, muhabbatimiz ramzi sifatida eng katta guldastani sovg'a qilaman. Maktubimga javob yozish shart emas. Endi ko'zlarimiz to'qnash kelganida bilinar bilinmas tabassum qilsang bo'ldi. Mana shu seni roziligingdan nishona bo'ladi. Shundan beri qalbimda oting, shundan beri dilimda oting. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. O'sha paytda bir dona gul bergan. Mana 25 yil o'tdi. Bergan 25 yil oldingi maktubingizdan saqlab yurdim. Mana o'sha maktub yozgan maktubingiz. Qaytadan o'qidim. Siz bergan gulni ustozlarim sizda qolsa, mana ustozlarga havas qilib, yana shu ustoz bo'lay deb mana ustoz bo'lib xudo xolasa. O'sha ustozlarim bilan birgalikda ishlab kelyapman. O'sha ustozimga bermoqchiman. Rahmat ustozlar.
rahmat.